Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mu'rabul esma'i ma kad salima min şibil herfi ke ardin ve suma ve fi'lu emrin ve mudiyyin buniya ve arabu mudari'en in eriya min nuni tevkidin mübaşerin ve min nuni inasin ke yeru'ne men putin. Ve isimlerinki mu'rabi. Yani mu'rab isim. Anda bir isimdir ki cezmen salamet kaldı o isim. Harfniki okşidin salamet kaldı. Erzin ve suma okşaş. Ve fiil emir ve fiil mazi mebni kılındı bu ikisini. Ve irab badi bu Araplar muzariga Arap irab badi eğer hali olsa o muzari takitniki mübaşir nunudin ve inasniki nunudin hali olsa yer'ne men putin diyen okşaş. Mene kokudu o ayallar anda bir kişideki fitnek taşlandı o kişini deylemdi. Ve kullu harfin mustahikkun lil bina vel esu fil mebniyyi ey yusekkena. Her bir harf layıktır mebni buluş için. Ve esli mebni kılıngan isimdeki esli şu ki sakin kılıngay ol mebni oğa isimli. Ol mebni oğa isim ve minhu zu fethin ve zu kesirin ve dem ke eyne emsi haysu ve sakinu kem. Ve o mebni oğa isminin katarındır. Fethinin egisi, zirnin egisi, zemminin egisi. Eyne, emse, haysu okşaş. Sakin boğçı mebni isim kemdur deydemdi. Yani kem diyen kelimeye okşaydı deydemdi. Adamda irabıda mənisi muşu. Hem de bununki terkip. Vav harfet fe yak olmaydı istinab disehmi boludu. Uçarın üzüde ve mu'rabul ismi diye vakti üzüde vel ismu minhu diyen aşağı etip boğan boludu yani. Mu'rabul ismin muzapun değil mubtada. Muzap oldu yani mubtada oldu. Ma haber. Ma isim mevsul haber. Baz yani yine ma isim mevsul kad salima onunki silisi. Sile deyimiz. Kad harf tahkik salime fil mazi mufred zimiri fail. Salimeninki tehdide mağı yanılgan bir zimir var. Əsl salima bu təsni emas, bu mufred. Ma kafininki cehdiden mayada ilipten ibaret olan ma degan nəsi keltüydü. Bunun mənisi yok. Yani təsniniki neyse emas, zaraba ya ki hamida degandek bu təsni emas bu mufred. Min şibihil harfi car mecrur min harf car şibihil harfi mecrur. Muteallik salimege muteallik. Yine şibhi muzaf el harfi muzafun ile. Bununki orni zirnin ornunda. Kerzin bu muzafun muzafıda yakoma car mecrur muteallik mehzup mubtidai mehzubnin habri. Şimdi kerzin diyen mubtidai mehzubnin habri diyen ki yani şu erzin okşaştır diyen şu diyen mubtada mehzub ayada ve arifet ve suma diyen ma'tub erzin ma'tub buna yani suma okşaş dep ne kılıyoruz onu deyimiz hem de. Vav harfet be ya ki vav harfet fukavata mu'rabul ismiga atfi deyimiz ya bu istinab yeni bir mezmuğa ne boğandı ki yeni bir mezmu katılgandı ki fi'lu emrin muzaf uzaf ile mubtada
Vav harf etbe muziyyin ma'tub emrin ma'tubun aley. Ma'tubun aley olgandan keyin avayat men aytgandek emir va maziniki pili mabni qilindi bu ikkisini. Unda olgandan keyin fi'l emrin mubtada dedik. Anı atf dedik. Mubtada buniki xabari qavu buniya. Endi buniya xabar, cümle xabar deymiz. Buniya çünkü cümle bu yerlik mufrat emas. Nimişqa deganda buniya degan bu cümle, bu xabar baz yine cümle degan gap. Cümle olgandan buniya degan pil, uniki tahdidki zimir ma'lam yusama fa'il. Buniya degan bu yerda tasdiq zimir var. Yani bunyanın tahdidi huma degan bu zimir boludu. Bununki zimiri pil emir ve pil maziga nim qildi yanıdı. Yani mebni kılındı o pil emrini, mebni kılındı o pil emrini ve pil mazini degan gap. Vav harf atfe arabu yoki yuqoriga atib qo'yamiz, istidab deymiz, bir mazmun bu. Ve i'rabu ve a'rabu pil zimir fa'il. Pilen arabu onun tahdidi hum degan bir zimir var. Şu İrab badiler ol Araplar deb ma'ni etimiz. Muzariyan mef'ul. In harf şart. Aniye pil şart. Nima? Ariye pil şart. Ariya degan tasniye emas, mufrat. Eğer hali olsa ol muzari. Mufrat ana. Çünkü ariyaniki ilkini keltirishimiz, ilkini emas zaid. Ma qabiye kelsin deb başta keltirib qo'ygan gap. Mana ariya pili şart. Pili şart. 12 faili tahdidki zimir. Ariyaniki tahdidi va deb bu va degan zimir muzari yanıdı. Min nuni takidin mubashirin. Min harf jar jar mecrur ariyaga mutaalliq nun muzaf mutavkidin muzafın ile min nuni takidin mubashirin. Nuni takidin muzafın ile bu mevsup mubashirin onunki sıfati. Şimdi mubashirin degan bu zir o'qildi çünkü mevsup bo'lgan nunniki o'zi nima o'qildi ana zir o'qildi. Endi bu yerda nunniki o'zi min nuni takidin dedik. Uçağımızda bu izofatning jahdidin bu nim bo'ladi o ma'rif bo'ladi. Endi mubashir nekir bo'lib qoldi o desa uçağımızda takidinin sifati deymiz. Mubashirniki o'zini. Çünkü mevsup nekir olsa sifat nekir oldu, ma'rif olsun ma'rif oldu degan asasen uçağımızda nunninki takidi nemesi sifat qilmayotganmiz. Bu nemdeki sifat qilamiz takid. Takid. Va marifat ve min nuni inasin ma'tub nuni takidin ma'tubun aley. Nun muzaf inasin muzafun iley. Kayarona men Putin. Bu nim bo'ldi? Mubtada'i mahsubning xabari oldu. Misaluhu yoki u degan gap. Yarona pil zimir fa'il. Zimir fa'il oldu çünkü yarona degan nima o'xshaydi? Bu ajvab. Bu ajvab qadaga o'xshaydi. Qada yaqulun desak buniki jam'i muannas qandaq keliti yaqulna keliti anda bo'lgandan keyin ra'a yaru raw nim qildi qo'xti degan ma'noda. Unda bo'lgandan keyin qala yaqulu qul deytuk ana qav deytuk uniki muannas g'oib jam'isi nima keliti masalan yaqulna kelitani yaqu taqulu taqulan yaqulna anda bo'lgandan keyin yaru yaruani yaruna bo'ldi uni tahdid zimir va hunna men uniki nemisi o mef'uli yani min yani qo'rqudi o ayollar anda bir kishideki pitlik tashlandı o kishini yani men degan u nima mef'ul men degan ism mavsul baz Putina uniki serisi Putina pili mechul pil uniki tahdiki zimir o nimi yanıdı men yanıdı yani pitlik tashlandı o kishi degan pitlik tashlandı nimiga günah haram ishqi çok qilib qolgan kishiniki o'zidan ayollar harig'ichadigan ana shunday fosiq er kishilarniki o'zini ayollar qo'rqidi degan gap. Vav istinab kullu harfin muzafun muzafilay mubtada. Mustahiqqun nima o xabar. Şuna her qandaq harf loyiqdir deganimiz shu.
Lil binai jar majrur mustahiqqun nima mutalliq. Layiqdir nimaga? Mabni bo'lishqa deydi shuna. Va varifat va asl ma'tub kul harfi ma'tubunay baz al asl mubtada. Fil mabni jar majrur yusakkanaga mutaalliq. Ay yusakkana nima? Xabar. Aslinki xabar nima? Ay yusakkana oldu. İsim mebnideki asli şudur ki demen etmiş şu. Sakin kalınıdı yusakkana. Bu yerde yusakkana tesli emez. Bu nime bu? İlip ziyade. Ay yusakkana asin. Sakin kalınıdı ol isim mebnini. Onun tehdideki zimir nimi yanıdı mebni diyen mupret. Anlamı ki bu tesli emez. Hem de vav iftida yak onu etbitsek oldu. Minhu haber mukaddem. Niçin bu haber mukaddem deyimiz? Şu meniyet kavat nim deyimiz şu an. O isim mebninin katardın dur. Yani dur diyen bizim Uygurca haber oldu. Yani petinin egisi. Zu petin muzaplayın imo mubtada. Mubdai muakhar. Ve varifetbe zu kesrin ma'tub zu petin ma'tub buna ve varifetbe zemin ma'tub kesrin ma'tub buna. Kayne emsi haysu bu nima o jar mecrur mutalliq mahsub haber. Mubdai mahsub haber olgan buludu. Endi bu yerda Araplarning adetida ba'zi vaqt qafiyning jihatini asli bu yerda vavan, kayna va amsi va haysuda. Bundaq vavan. Bu qafiyning jihatidan vav atib bo'lgan harfning vasiyati nima qilib ketdi? Tushib ketdi. Endi bizning Uyg'ur tilida bu atibning vasi kelmaydi. Mesela bizim Uyg'urda eng oxirgi qo'ygan odat bor. Mesela Abdullah, Abdurrahman, nima? Saydullah, Asadullah ve palanla keldi deydigan iş var. Yukarıda harf etme eminlik var, düşürüvadigan iş var ama mukadder deymiz. Ma Arap tilida her bir işte yukarıga etip qilmoqchi olsak, o'chan o'zida bu nima keladi? Onunki Arap tilida etip keladi. Ba'zi vaqtda Arapninki o'zi tushib ketadi. Aqarini qarab, bu yerda Arapninki o'zi etipning harfini qilib, bu yerda tushib ketdik. Nimishqa zarurat var. Ama qafiya kelmaydi bo'lmasa, kayna va amsi desa, qafiya kelmaydi, vazn tushmaydi. Şu an İbn Malik bu yerda vani tushirayotgan. Va varfatba yoki zupatiga atib bo'lgan bo'ladi, bu mubtada bo'lgandan keyin yoki istinab as-sakin mubtada kam xabar. Va sakin bo'g'chi mabni ism kamdur. Kamga o'xshashdir, kamdur degan gap. Şundan hazır ibaret, ma'nisi ve terkibi. Hazır nima qilindi? O'qildi endi. Endi buniki mazmuni. Ve ismlarniki mu'rabi. Aslida ve mu'rabul ismini gözü mu'rab muzaf el esmai muzafın iley dedik. Aslida bu mundaq terkip bo'ladi. El esmaul mu'rabatu degan gap. Yani mu'rab ismlar degan gap. Aslida İsimlarniki mu'rabi deb o'chan o'zida bu ma'ning o'zini, yani isimniki mu'rabi degan izofat kelgan vaqt taxsis bo'ladi. Unda o'g'aniki isimniki mu'rabi degan vaqt o'zida ismning mu'rab bo'lmaydigan tarifi bo'ladi ekan degan gapni tushunib olamiz. Bu gapga asosan buni o asasi al asmal mu'rabatu demaymiz. Bunda Araplarniki odatda ashtaq sifatniki o'zini mavsufga izof qiladigan odat shu bor. Onun için okuduk hani cami mescid deydigan adet var. Cami mescid degan gap Arap tilida yani toplaydigan çoğun bir cami degan gap bo'ladi. Yani el mescidun camiun degan gap. Aş sifat bo'lgan narsa mavsuf bo'lgan masjidga izof qiladigan odat bor deb o'qidik hani. Bu shuni qatorida hisoblasak o'chanimizda el asbaul mu'rabatu degan gap bo'ladi. Ism mu'rab degan gap bo'ladi. Unda o'lki ism mu'rab demek ki nima gap? Yani biz yukarıdan mana nimani o'qidik hozir? Kelime ve kalam. Onu nima qildik? O'qidik. Kelime kalam onu o'qib bo'lgandan keyin kalam qancha qism bo'ladi ekan? 2. Birisi mu'rab, birisi nima? Mabni. Tamam endi mu'rab va mabnini o'qidik. Endi mabni bo'lgan ism qanday bo'ladi debdik? 4 xil bo'ladi ekan, men musannifning ko'z qarashicha. Ammo ba'zi Nehvi alimlerin göz karışça 4 demez bir qancha buludu demdi. Yani 5-6 buludu. Oxşamaydı hem üzünki. Çünkü hemimizge ma'lum, yani bilish kerak. Ma nehviniki qoidasıniki üzünü başka bir yerden Allah Taala tarafından ya bir vahiy nima emas, vahiy kelmaydi.
bu nahvi ve sarfniki qoidasini mana arab tilininki arab tilidan ilinadi. Arab tilidan qanday ilinadi? Yani biz nemaga asosan arab tili adabiyoti, arab tili she'ri. Yani şu kadimi Araplarınki şiirlik, şairlarınki şiirden alımız. Şuna birlikte Kur'an bilen yedisini alımız. Kur'an bilen yedisini nima qilib, nahviyle sarfniki qoidasini aşlığını şu ilihlik. Aşlığını erip Kur'an yedisini asas qilib, onun başkan mana Arap tilida yozilgan her meşhur nimalar var? Mana adabiyot, şiir kitaplar şu var. Mesela Sabi Muallaqat, Sabi Aşarat ve onun başka min bir keçe, onun başka yedisini dedik. Ben muşi kitabını asas kırıp anladıkken nehvi alimleri ma payl peş oldu diken, mebul zir oldu diken, manası andak oldu diken, mubtada mandak oldu diken dep şu Araplarınki tiliniki üzüdün, yani Kur'an-ı Kerim ve Arap edebiyatı yazılgan kitap, meşhur şiir, şairlarınki kitabıdın. Aşında kılışka, mandak olurken istikra cehatten, yani istikra degenime gap tekşiriş. Hem tekşirip tetkik kiriş arkalık anıdayken bunundan andaki bunun nemini çıkardı, sarf bilen nehvinin kaidesini çıkardı, kanunu çıkardı. Bununki menbe-i şehadın çok keliden Arap edebiyatı, Kur'an-ı Kerim yedistin. Bunu okuyalımız. Hem de bizdeki İslam dinimizdeki kanun menbesi nerede kelidi? Kur'an bilen yedis. Şunundak anıdaki ölüm halimizdeki asasen icma ve kıyas. Bizim Hanefi mezhep asasen. Dört nesilden anıdaki bütün bizdeki kılıdığan faaliyetimizdeki menbesi şu yerden kelidi. Şu kanunluk serilik, şu tüzümlük serilik anıdaki hareketini şu kılın namaz okuymayız, haram işini kılmayız, yalgan gap kılmayız ve hadisimiz şu turumuz. Yani bu. Anda o adaki serpilen nehvineki kaidesini nereden ilingan? Yani Kur'an, hadis, Arap edebiyatı yazılgan kitapları ve şiirler. Şiirlerin yüzü kaça yazılgan? Kur'an-ı Kerim düşken aldı kendindeki şairlarınki kitaplar var. Şu vakti yazılgan kitaplar var. Bunun elinde bu nime pusatil. Ama onu da ki tiller çok özgürlük ketken. Ulanın tili az bulup mazır devrin tili hani maddeler adı kullanmaydı bir dem aşında ammi tili, yeni bir tili de bunu da kanun çıkmaydı. Kanun şu vakti yüzler nehvi alimleri şu canlıda İmam Sivvey, İmam Ahpeş, degendek Parisi ve onun başkan bir kanuncu alimlerin üzeri aşın tehşirip yürüp anladı ki bu yerde kanun şu aşağıda ağın. Kanun şu yerden eliklik. Şu an bu nehvi kaideninki, serpninki, ilmininki kaidesinin üzü aşağıda eliklik biz şu yerde şu alımız. Bu istikra. Şimdi şu an Maya'dan bu yılki kanda bu yerde boludu dep aşk yapını kılışı şu an bu ilimde bu cık alimlarınki birbirisi okşamayan göz karşıları çok var. Ahir anıdaki burunki devrinin üzerinde serpilen nehvi okşaştı. İmam Sivvey'ninki kitap degan kitapları ve onun da başka meşhur şu vaktin üzerinde yazgan nehvi alimleri Besir ve Kupa dep iki xil ayrıldı şu canın üzerinde. O can ayrılmaydı. Keyinki devrinin üzerindeki serp başka bir ilim, nehvi başka bir ilim, onundaki balagat ilim ayrım, diğerledek andaki büyülüp andaki tahassus adet için adı günümüz gücü yetip gelgen. Şu an yerde bu yılki el esman ve rabeto degan şu dep bunda deymiz. Çünkü nimişkan? Çünkü Arapların başka nemiga asasen muşunu şu tas çıkargan gap hem bunu de şu. Hem de onda o andaki yukarıda biz hem de isim mu'rab ve mebni dedik. Bu iki xilga bölündü. İki xilga bölüngendeki biz yukarıda isim mebni'ni uqtuq. Bunu da asli bunu qarğa vaqtda isimniki üzü mu'rab. Unuğa bazı bir sebeplerini cehdeden yani 3-4 xil dedi ama musannif 4 xil bir narsa şu bir isim bo'lib qolsa mebnilik aylanadi. Mebnilik ayrı degenke bu isimdeki mebni oluşu kin arzi olan neyse anda olan isimdeki asli kuruluşu mu'rab. Yani i'rab nemi kelse şunu özgürüş. Yani bununki mebninin aslini deydi tövende. Mebni olan ismin asli harp. Ya ki bazıları pil deydi. Bunu da okşamaya göz karşı var. Asasen harp. Harp asli mebni oldu. Yani bu isim mebni olan bu asli isim mebni olan bu harfniki üzü bazı vaxtda uçan mu'rab bo'lib qolishi bu arzi. Arzi nima degan gap? Başka bir sebepten isim mu'rab o'xshab qolish ona yuqorida amil qanday kelgan bo'lsa shunda i'rob beramiz degan nim bo'ladi, gap yo'q bo'lgan bo'ladi. Unda o'g'andikin yuqori gapga asosan ism mabnining tunib bo'ldi hozir endi. İ'rob o'qigan vaqt o'zida shuni qarab i'robni o'qiymiz endi. Hozir endi nemiz kelib qoldi endi ism mu'rab kelib qoldi. Ism mu'rab kelib qolgandan keyin hozir ism mu'rab degan nima?
Bunu düşündürüyordu demdi. İsim mu'rab onda bir isimdir ki cezmen salamet kaldı o isim. Harfninki okşidin. Mine harfning okşi salamet kalmay, harf okşap kalgan bolsa, uçan üzerine bolup tane yukarı okşaydıgan nime deydik onu? İsim mebni deydik. Hem harfninki okşi salamet kılıp hiç qanday bir tarafdan harfga okşamaydigan bir isim var ekan. Bu isimni deymiz onu isim mu'rab deymiz. Yani isim mu'rab degan gap i'rab berildigan isim. Yani yukarıda qanday bir amil kelsa, şu amil yüzniki irade boyunca bu isim mu'rabni şunda qila olaydi. Mana yukarıda zir o'qidan kelsa, zir o'qitidi. Zibar o'qidan kelsa, zibar o'qiydi, issi o'qiladi. Zir o'qi, pash o'qilgan amil kelsa, pash o'qiladi. Bu nima o? İsim mu'rab. Mana isim mu'rab bo'lgandan keyin shu orqali o'zgarib turadi. Endi bu isim mu'rabniki o'zimi bu qancha qism bo'linadi? 2. Birisi nim bo'lgan bo'ladi o, ya'ni mutamakkin deydi, yana birisi g'ayri mutamakkin degan gap. Ya'ni mutamakkin degan bütün amillarniki şu amil olan narsa yüzünük ta'sir kuchini bevosita ko'rsatib, uniki bütün nemisi ma'qullab, ro'dak egilib, uni hech qanday bir qarshilikchi ko'rsatishga bo'lmaydi. Bu nima? İsim nima? Mutamakkin, ya'ni munsarif bo'lgan isim degan shu gap bo'ladi. Munsarif, ya'ni yuqorida amil qanday ekanini o'zgartirmasa shunda o'zgaraveradi. Zaydun, Amrun, Abdullah, Abdulkarim va hokazo Aisha deganlardek. Nima? Aisha g'ayri munsarif, ya'ni u mutamakkin emas. Yeni birisi nima? G'ayri mutamakkin, ya'ni g'ayri munsarif bo'lgan isim. U g'ayri munsarif bo'lgan isim nima? Ya'ni yuqoridagi amil kiraversa, uning nemisi ma'qul degan emas, ma'lum darajada sizning ishingizni qila olasiz, qolganini qila olmaysiz degan gap. Nima yo'q uningda g'ayri munsarif bo'lgan ismda? Ziri yo'q, tanvini yo'q. Zirninki o'rnida nima bo'ladi? Zibar bo'ladi. Mana bu mu'rab bo'lgan ismchi mushta ikki xilchi bo'ladi. Inshaalloh bundan musannif tövanda ham deydi. Endi ism mu'rabninki misolini İmam İbn Malik ikki xil misol ko'rsatdi. Birisi nima? Erzin va suma deb. Erzin degan nima gap? Zimin, yer shari degan gap bo'ldi. Suma degan nima gap? Ustunlik, ya'ni ustun degan gap bo'ladi. Endi yoki sama desak, uçağınızda suma bo'ldi da asosan suma. Suma degan nima degan gap? Ustun bo'lmoq, oliy bo'lmoq. Sama yasmu sumaun yoki suma degan gap bo'ladi. Bu ikki misolni ko'rsatdi. Bu ikki misol ko'rsatish orqali mu'rab bo'lgan ismniki o'zi, ya'ni i'rob berilgan ismniki o'zi ikki xil bo'ladi. Birisi sahih ism. Sahih ism degan nima gap? Nahviy ulamolarining ko'z qarashicha, mana nahviy ulamarimizning ko'z qarashicha sahih degan ism, uniki oxirida i'robniki hammasi oshkor bo'lgan, ismniki hammasini deymiz, uni sahih deymiz. Mayli har millatda bo'lsin. Shunga nahviyda idoy nahviy deydi. Uniki i'robi oxir sakin bo'lib, har millat bo'lib, uniki oldi sakin bo'lsa, uçağımızda bu i'rob nima bo'ladi? Oshkor bo'laveradi. Masalan, zabiyan, ramyan deymiz ana. Bu asli sarf o'limlariga asosan biz buni deymiz, uni sahih demaymiz. Nima deydik uni? Mu'tal, harf illatlik isim, kelime deydik. Şu bu naqis ya multavi ya lapib deymiz. Endi şu mu ya demek çoğunu? Onun da bazı bir mu'rab bo'lgan isim var. Onunki aşı nemisi mu'rab bo'lib, mutamakkin bo'lib, bütün amil o'zining ta'sirini ko'rsatib, zir zibar pash hammasi duzibar dupash degan hammasi uchuchu chiqadi. Yeni birisi var. O nima? Mahsur isim. Mahsur isim qavi suma. Mahsur degan nima? Mesela suma, asa, raha degandek bu mahsur isim. Bu isim mu'rab bo'lsa-mu, g'ayri munsarif bo'lmasa-mu, lekin bunda bir ismda i'robning o'zi uchiq oshkor bo'lmay, tilimizda ya xat chiqmay, bu ko'nglimiz chiqadi, ya'ni taqdirda. Ya'ni bu nimaning o'rnida emas, pashning o'rnida, ammo mayada harf illat bo'lgandan keyin illat bo'lganlik sabab, ilib bo'lganlik sababli i'robni ya qo'yilmaydi. Tas, uning uchun bu madoq, asa yoki suma deb o'qilsa-mu, buning asli mahalli yoki pash yoki zir yoki zivar deb tushunib o'qiymiz. Ya'ni demak, mana i'rob mushdoq nima bo'lgan narsa bu, oshkor bo'lgan narsa deydi. Shundan hozir mana bir bayt bilan ism mu'rabni musannif Nimqat'i Ibn Malik tugatyapti. Bir bayt bilan, ya'ni ikki kuplet she'ri bilan. Endi bu yerda deydi, Pilamir
Hem de gayrimutmekkin degan yuqorida degan gap qilsa munsirab dedik. Zaten munsirab bo'lgan ism o'qimiz yana bo'lma ayrim keladi. Masalan Ahmad, mushu masalan Ahmad deymiz, Ayşe deymiz, Fatıma deymiz, Balibek deymiz, Ömer deymiz, Zübeyir deymiz. Ama bu mutebekkil ama onunki beşiği kelgan amillarniki o'ziniki ma'lum darajada kuchli ko'rsatiladi. U qavun ismda qancha narsa bor? İsimde 3 xil i'rob bor. Birisi pesh, zir, zibar. Ama uningda g'ayrimunsirib bo'lgan ismning o'zida 3 i'rob bo'lmasdan ikkisi bo'ladi. Ikkisi bo'libmi texi yana tanvin olmaydi. Mana ismning bir alomat tanvin degan u tex 100 bo'lmaydigan gap. U tanvin olmaydi. Zir bo'lgan zibar bo'ladi. Anda bir işçi yat bo'ldi, şu an kuch yetmaydigan. Yani o amilning o'zi kuchi yetkizib, o'cha tamkinkib, o'cha rasmiy uchun ko'rsatadigan ishchi yo'q degan çok gap bo'ladi. Xo'sh, shuning bilan bu yerda ism mu'rab nima qilib ketdi endi, tugab ketdi. Hozir endi yana boshqa bir mavzuga keldik. Endi ism mu'rab qanday bo'ldi ekan, uni tundiryaptigan ism mabni. Endi yuqorida uniki harf o'xshaydigan ashlar tarif bo'lsa, bu mabni desakmi, lekin shu pilning ichida pil endi harf mabni asli bo'lgan bo'ldi. O'chan o'zida hozir endi pilcho. Pilni nima deymiz desa, pilning o'zida ixtilof bor dedik. Ana Zadma musabni ko'z qarashima zodi ism, yani mabni bo'lgan kelimaning asli harf bo'ladi ekan. Shunga ism harf o'xshab qolmi, uni mabni deb to'xtadik endi. Endi bu odam ko'z qarasha pilcho desa, pilniki aslisi mu'rab bo'lish yoki mabni bo'lish. Ama bunun içinde hem pil olan narsanın hammasi cho emas. Pil qancha? 3. Pil mazi, muzari, emir. Pil deb kelsa bu 3 narsa ko'z tutildi. Ama uni da boshqasi cho. Uni mesela pilcat, nepi, emir, nehili cho. Bu shu muzariniki bir qismi. Shunga ana muzariniki 5 ga lam ekelimiz, nepida lan ekelimiz, emir shu muzarin muhatabdan alimiz, lam bağlamni ekelimiz. Nehilçu lan ekledi bu mahiyette nemi bu? Muzar yani 3 xil bo'lgan bo'ladi. Endi uning boshqasi şu ism fa'il, ism maf'ul, sifat mushabba, siyg'a mubalag'a, ism zaman, ism makan, ism adat, ism tabzil degan shu ism bu. Pilning qatorida emas. Unda o'g'andan keyin pil qancha ekan? 3. 3 o'g'andan keyin bu pil mabni bo'lamdi desa, yo'q, hammasi mabni emas. Va pil amr va pil mazi mabni qilindi bu ikkisini. Yani bu ikisini mabni qilindi degan gap yuqorqi har qanday bir omil qismi shubbatim turdi. Masalan, ta'ala, masalan zaraba, nasara, akala desak, uniki beshiga kelgan har qanday bir narsaga shubbatim turdi, o'zgarmaydi. Shuningdek, mana nima o izrib, i'lam, iqra degan gapniki hammasi nima o sokinning ustiga nima o mabni. Bu hargiz nima qilmaydi, o'zgarmaydi. Bu odamning ko'z qarashi hem qağa alımı şunu qaraydı. Lekin i'rob ba'dilar ular muzariga i'rob berdi. Muzari nima dedi? Ism mu'rab dedi. Nima? Mu'rab pi dedi. Yani muzariniki 5 ga amil harf kelgan bo'lsa, uchaning piliga kiradigan, shu amil harfniki muxtasasi bilan muzariniki oxirgi harfi nima qilib o'zgarib ketadi. Masalan, nasb o'qigan amil kelsa qanday bo'ladi? Masalan, ay yazirba, lay yazirba, shular bilan zibar o'qidi. Agar uniki 5 ga sakin o'qitilgan, jazm qilgan amil kelib qolsa nima qiladi muzarini? Iyatrib, in taqra, in ta'lam deb nima keldi ana? Sakincho keldi. Bunda narsa bo'lgan bo'ldi. Anda o'g'an ekan, bunida muzari nima bo'lganda yuqorqi amilniki kelgan amil ta'sirlar bu o'zgarib ketgandan keyin i'rob berilgan pilkan. Ya'ni i'rob berilgandan keyin amil kirgandan keyin amil o'zi ta'sir kuchi ko'rsatib, shuniki sababi bilan aniki ta'sir kuchi oyat oshkor bo'ladi ekan. Degan nima bo'lgan bo'ldi? Pilcho bo'lgan bo'ldi. Shuna iyaldirib, an tajriba, lan tajriba deb sakin ashta nima o'qiymiz ana zibarcha o'qiymiz. Ism mu'rab, pil mu'rab bo'ldi. Endi pil mu'rab bo'lishniki muzarin sharti bor. U shart qavun in ariya. Bu yerda in ariya degan gapning o'zi indiga harf shart dedik ana. Asli in ariya. Ya degan o'zi nima bu? Bu ziyoda. Va qopiyaning chatida buniya degan o'xshash kelsin deb bunda qilib qo'ygan gap. Bu mufrad tasniy emas. Uning tasniy zimir muzari yanıdı. Bunun sharti nima? Eğer xoli bo'lsa, on muzari. Xoli bo'lsa degan gap bo'lmasa degan gap.
Eğer hali olsa yani bulmasa o muzari ta'kidniki mubaşir nunudin. Yani o muzarinin yüzüge kandak kipto, ta'kidin nunu kipto. Koşup ahir kipto. Kelgen vakti yüzüden o nununki yüzü bivası kipto. Bivası kelgen bolsa men şu vakti yüzüden o muzarinin yüzü mu'rab boludu ama ta'kidniki nunu bivası aşdak kelgen bolsa uçanın yüzüden bu nime muzari mebni oludu. Mebni oludu. Mesela tecrübenle dedik. Tecrübenle dep kelgendeki bu nunu ta'kid, tecrübe degan pillar ikkisi bevosita orliqi binasi kirib qolmay, bevosita mubashir degan. Yani nun kirgan bo'ldi. Buniki o'zi nimaga? Shu zibarning ustiga mabni bo'lgan bo'ldi. Endi tecrübin ne desek uçan o'zida muhatapniki o'zi muannasniki, uçanning buni ustiga mabni bo'ladi. Mana zirniki ustiga mabni deymiz. Bu pil bilan nunning orliqi hech qanday binasi kelmaydi. Ammo şu pil bilan nuni ta'kidniki orliqqa bir narsa kirib qolsa, masalan, nima kirib qolsa, o'shada ilib kirib qolibdi, tasli. Mesela tecrübani deymiz-ku. Tecrübani desek, bu nima o? Muhatap. Mesela tecrübine, tecrübani, tecrübunne dedik. Tecrübine dedik. Onda o andakin tecrübani degan tasli bo'lib qolgan nun keladi. Nun kelgandiki bu tasliga biz nunni kirgizmoqchi olsak, nima deymiz? Nima deymiz unda? Tecrüban nun var yani bir nun. Ta'kidning nuni degan ikki nun degan gap bo'ldi. Unda o'g'andiki tecrübaniga biz nunni kirgizsak 3 dan nun bo'lib qoladi. 3 dan nunniki o'zi bir kelimening o'zi kelishning o'zi ichida arabning noyat sat. Uni ish sat ko'rindi. Shuning uchun oyat bir nun evatadi. Evatgan nun qavon. Oyatdagi nunni evatgan nunniki o'zi shu taslining nunuga tecrübani nun ta'kid kirishdi. Burunki nima o? Nun. Uni tashvatadi. Shuna nima o'qiymiz? Tecrübani deb o'qiymiz. O qavat o'zi shu an anida xoli bo'lsa debdi. Mana xoli bo'lgan vaqtning o'zida andikin murab bo'ladi. U bo'lmasa uchun mabni bo'ladi dedik. Mana u chog'imizda u nima bo'ladi agar murabga i'rob berdi, agar xoli bo'lsa nuni ta'kiddi dedik. Nuni ta'kidi xoli bo'lganda i'rob beramiz. Bo'lmasa uchun nun ta'kid qilsa i'robchi belgilanmaydi, mabnichi bo'ladi. Tecrübani kelsa umumiy mabni. Masalan, yajribani, tecrübani deganlik deydi. Vayna inasning nunidir. Muannaslarning nunidir. Muannaslarning nuni masalan yazribni degan gap. Mana muannasning nunida xoli bo'lgan vaqtida, ya'ni jami muannasniki g'ayri mu'rab. Ama cemi muannas bo'lib qolgan bo'lsa, masalan, yazribna, yaqunna, yabi'na deb kelgan bo'lsa, u chog'imizda bu muzarining o'zi sokinniki ustiga nima deymiz buni? Mabni deb nima qilamiz? Buni da tushunamiz. Sokinning ustiga mabni deb tushunamiz. Masalan, nima? Yarona men Putin dedik. Mana yarona degan oyatda dedik, ana yarona degan gap ra'a yaru ra'an. Ya'ni qo'qdi degan gap, ya'ni ra' qo'qish degan gap. Bu qala yaqulu qavlan degan nima qiladi? O'xshaydi bu ajvab vavi. Unda o'ladikan, mana yaruna degan gapniki o'zi bu nima? Masalan, taqulu taqulani yaqunna. Shu ham bu muannas ishtaqidigan. Kelgandikin yaruani yaruna bo'lgan bo'ldi. Bu muannas inasniki jam'i nuni bo'lgan bo'ldi. Mana bununda xoli bo'lsa i'rob beramiz, ammo bunda bo'lsa mabni. U chog'imizda bu nunniki oldi nima? Sokin. Sokin o'g'andiki sokinning ustiga ama muzari nima deymiz uni? Mabni deymiz. Shu mayada ma misalni qadida keltiradi. Misal keltirish orqa bu yani uchun uqtiryapti demdi. Mesela ayada muzariniki o'ziga nima dedik? Ya'ni pilniki o'ziga pil muzariniki pil amrning alomati mesela nun ta'kid kirish dedik. Onda o'g'andiki pil muzariga nun ta'kid kirib qoldi hozir desak, ana shu chaqdim degandik. Chunki muzarining hammasi kirmaydi. Muzari qachoniki shu amr ma'nosi inpuim degan gap o'tdi. Agar shu amrning ma'nosini tushadi, ya'ni talab ma'nosini bildirib qolgan muzari holat kelgan bo'lsa, u chog'imizda buni ta'kid kirdi. Shundan buni ta'kid çok kirdi. Mesela İspam kipto, araz kipto, taraci temenni deydigan bir 7 xil 8 xil narsa var ya. Bu muzari olsun, lekin ma'nosi o'zida bir orzu, ya'ni bir talab ma'nosi bo'lib qoladi. Bunuga
Bu itibarla emirniki azırak bir purva dep oturup anladaki bununla nemi kirip kalgan gap, o takidin onu için kirip kalgan gap. Hoş, şunun bilan hazır nemini uqaldık hazır. Men isim morabni hem uqtuq, onundikin pilniki yani pilniki yarak pilniki asas onu uqtuq. Yani pilniki özü mabni qabul ediken, pil emir hem mazi mabni oluken, muzari morab oluken ama ikki xil. Odatdan boshqa vaqtda o'zi morab ikki qilib qolgan vaqtda o'zida bu mabni oluken. Yani isim mabni oluken deb bunu nim qoldik, yuqoricha o'qib Xo'sh, yuqoridagi darsimizning o'zida isim morab, isim mabni buni o'qitdik. Undan keyin isim morab nima bo'ldi? Morab nima bo'ldi? Masalan, isim bo'ldi dedik. U qancha xil bo'ldi? Uni o'qitdik. Undan keyin morab bo'lgan pil bo'lamdi, bo'lmamdi? Uni o'qib oldik. Shundan hozir mabnini tortib hammani chu o'qib oldik. O'qib bo'lgandan keyin hozir deydi endi ikkisi o isim bilan pilniki shu qaysi morab, qaysi mabni bo'lgan, qanday bo'lgan biz o'qitdik. Endi uchinchi bo'lgan kalam kelime qancha qism bo'ldi? 3 qism bo'ldi. Ana ikkisi tugidi, endi uchinchisi bo'lgan harf kelib qoldi. Bu harf qanday bo'ladi? Bu morab mabnilik işte bu nima deymiz desa, deydiki musannif har qanday harf. Mana biz avomilni o'qidik. Avomilniki o'zida mana amil bo'lgan ash harflar qancha? Mana 100 amil dedik. Buning ichida ham pilmi bor, pilni xato qilmaymiz. Ya'ni harf deb kelgan hurf jar, hurf mushabbahatu bil pil, harf nafi va nima? Laysa o'xshagan ma'volan, nafi jins, undan boshqa men mushundaq yani şartning harflari, jazmning harflari deydigan harflar bor. Men mush harf undan boshqa jiqyat harflar o'qidik. Mush harflarning hammasi mabni bo'lishga loyiq deydi. Mabni bo'ladi, vojib deydi mabni bo'lishning o'zi. Bu mabnidan boshqa hech qanday bir narsa bo'lmaydiki, u vazi, ya'ni vazi degan gap, vazi degan gap, o'sha tilni qo'ygan boshdagi odamning o'zi. Meni bizim Uyghur tilida, Uyghur tiliniki her bir tilni bir qo'ygan bir adam bor. Uyghur bo'lishi e'tiboridan. Shu bizning tilimizdan tunji qatim bir gapni qo'ydi, andaki shuni biz olib, bizniki Uyghur masalan kimning naslida kelgan? Yapas. Yapas kelma Türk. Türkdan aniq bolalarda kel, Türkni o'g'izga buyurildi. Uni shu Uyghur millatidagi millat bo'lishi e'tibori parchalab aytib chiqqan vaqtimizda tunji qatim millat Uyg'urni bildirgan bir tilni qo'ydi yadi. Qo'ygandaki shuni vazi deymiz. Tunji qatim qo'ygan odam, vazi degan gap shu. Ana olarken bizdeki Uyghur tilida şu bor. Ana olarken mushu arab tiliga asosan mana har qanday bir harfniki o'zini bosh qo'ygan vaqtni o'zida mabni bo'lsin deb qo'yayotgan. Mabni bo'lsin deb qo'yayotgan. Unga yuqorqi har qanday bir omil kasimi uni nima qilmaydi, ta'sir qilmaydi, ham kirmaydi hamdi bu. Chunki harfning o'zi omil. Bunda bir bo'lmagan ekan, u nima bo'ladi ekan? Mabni bo'ladi ekan. Asli shu. Xo'sh, unda bu gapni o'qib oldik. Harfniki asli nima? Mabni bo'lish. Unida morab bo'lgan bir narsa yo'q. Agar bu qoldi degandimi, boshqa bir sabab topiladi. Shu uni i'rob zot ko'rmadik, unda bir narsa yo'q. Xo'sh, bu gap tugadi endi. Harfniki mabni bo'lish degan gapning o'zi. Endi harf demak mabnidur demak. Harf emas demak morabdur demak. Endi bu yerda harfning ikki qismini olsaqmi? Endi asli fil mabniyi yani isim mabnidagi asli qoida nima qilinish? Asli qoida shuki sokin qilingan isim mabnini. Buni o'qiymiz. Isim mabni bo'lsin, isim mabni ekan demakniki o'zi asli vazi qo'ygan vaqtida sokin usti qo'ygan. Shu mabni qurvasa binasi mutlaq harakat qilgan narsa usti binasi qo'yganlamda mesela uyga ulvassaq tahdidiki ul qo'ygandan keyin bu ulning o'zi mundoq mudrab tursa tahdi uni uyni yasqil bo'ladi, tepi qurg'ul olamda bo'lmaydi. Uning uchun shuk turish uchun sokin degan nima degan gap, ana shuk turadigan narsa. Rasmiy ulniki o'zi shubbatim jimmi turadigan bo'lishi kerak. Asli mabnichu i'robning ichida mushtaq bo'ladi. Shu midirmaydi ana. Nima deymiz ana? Min an. Tutamamni. Min an degan gapning o'zi qarab baqsaq, o'chan o'zida ana hech o'zgarmaydi, jimmi turadigan gap. Asli qoidachu bu. Asli mushtaq bo'lishi kerak. Lekin deydi mayada va minhum. Lekin şu isim mabniniki qatorida bordir. Pati o'g'an, patiniki, zibarniki egisi o'g'an isim mabni bor.
Bunu uqasak oludu. Asli umu sakin buluş gerek, lekin bazı bir arzunun cəhdidən bir səbəbinin cəhdi zibar olub qaldı. Məsələn, nima? Ayna. Yani ayna desək, məsələn, ayna deyimiz, onu dekin ayna deb ikki axir zibar. Muştaq nimalar var? Men hərflər var. Bazı vaqtdaki üzüdə muştaq nima olub qaldı? Uçanın üzüdən men zibar olub qalğan iş çox var. Məsələn, ayna dedik, onu pilmazi desək, zərəbə, qara'a, qama dedik, yani axirin bo'lgani zibar olib qoldi. Men mushtaq mabni bo'lgan kelimalar çok bor. Vena shuning ichidan badur nima zir bo'lgan egisi var ki, yani zir o'qiladigan ism mabni, zir o'qiladigan nima mabni kelime çok bor. Hem isim desek hem bo'lmaydi hamda, chunki kelime desek hem pilning ichidan bor, harfning ichidan çok chiqib qoladi. Mana zir bo'lgan nima bor, masalan amsi, jabri degandek mushtaq nimalar var? İsim mabnilar var. Zira o'qilgan mushtaq ismlar çok bor. Yana shuning egisidan nima var? Zam o'qiladigan. Asli zu zammin degan gap, qopiniga zu tushirayotgan gap. Shunga zuni kasriga etib deymiz, zuga emas. Ma zu kasrini o'zi zu patinga etib deymiz. Ma zammin uchun kasrining beshida zuvatiya, anda onu zuning zammining beshida zu bo'ladi. Mana shu patininki o'zidan zamminiki egisi olan isim mabni var. Nima? Mabni nima var? Kelime var. Mesela nima var? Bunun da mabni olan mushundaq bir kelime var. O nima mesela hayso, munzo digadek mushtaq nima var? Kelime var. Mesela zibar desek inna, anna, kanna, lakinna deb zibar o'qildi. Bu jiqqa misol. Men mushundaq bo'lgan nimalar var? Men başa deb ta'zim yetxmin. Ayna debtu ayna o'xshash va amsi o'xshash va haysu o'xshash. Men mushundaq uch xil nima var? Men olatcho, uch xil men i'robcho bor. Endi buni sakin bo'lgani uchun siz mabni bo'lgan ismniki asli sakin bo'lishi kerak dedingiz. Sakincho desa sakin kamdir. Yani kamgina qiladi, o'xshaydi. Men mushundaqcho bo'ladi. Yani demak mabni ismda kesre, pette, zemme dep işletimiz. Sakin dep işletimiz. Bu ne degan gap? Bu i'robniki üzünün mabni ismi qartılıdı. Ama bununki karşılığı da mesela pette, zemme, pette yani nasb, Rabbi ne deyiz? Uçanın üzerinde cer, cezim deyimiz. Mat yotqul nersen? Hazır mat yotqul i'rob atılışı. Pette, kesre, zemme, sakin. Ama bunun karşılığı da anladıkken petini kesrenin nesb. Zibar okul deyimiz olan. Onunki kesrenin karşılığı neyme? Zir, yani cer. Şimdi bu zemminin kesrenin Rabbi. Anladıkken cezim deyimiz yani sakin demek. Cezim bu sakinin karşılığı da. Şimdi bu yerde Rabbi, nesb, cer, bu yerdeki cezim diyen yuqoridagi isim mu'rabga kelgan omilligi sababida berilgan i'robningki o ismini nima deymiz uni ma'noga ishlatildi. Ma kasr degan ism mabniga qartilgan nima o? Nima shu yalaqi degan vaqtimizda nima deydi? Ma ismniki kasr bo'lishi zir bilan bo'ladi. Ya'ni nima bilan? Jar bilan bo'ladi. Ma ismning patisi nasb bilan bo'ladi deganicha shu. Mana mush tarafdan bu ishlatilgan shu gap. İşkizin otururken yani Rabbi bilen zem, nesb bilen nima pati, mana zem bilen Rabbi andikin cezim bilen sakinlik oturursidagi farqcho men mushu. İsim mabni ishlatgan vaqtning o'zida uni nima deymiz uni kasra isim mabni degan zamma cez nima sakin ashundaq zamchu deymiz. Endi shunga mas sarf ilminiki kitaplarda sarf o'qigan vaqtida bu yerda hech qanday vaqtida Rabbi, nasb, jar, jazm chiqmaydi, o gap yo'q. Hammasi nima deydi? U yerning o'zida mesela patti, kasr, zam, sakin deydi. Chunki u nimalar sarf olimlari faqat kelimeniki bir kelimening ichidagi shu vazi qo'ygan vaqtning o'zida shunda qo'yayotgandiki shu ibora mabni bo'ldi. Mesela Zayd naxun, mesela qala dedik. Qalaniki o'zini pati deydi.
Allah'ın pati deydi. Pati oğanı iken, nesip oğanı. Çünkü o yerde amilniki sebebiyle kelgen nimemez o yerde ki o ziberçu emez. O nimeler kelgen vazi koyga itibariyle. Şon o yerde o kitaplarının üzerinde, serp kitaplarının üzerinde nesip degen gap yok. Ya ki mürabbi, ya ki cer, ya ki cezim dediğin gap yok. O yer nemi işilti adım o yerde ki şu mebdiniki işiltiğin esi oğanı ki o yer nemi pette, kesre, demme, sakin de işiltidir. Ve bunun nemi konuş gerek, onu o konuşu gerek. Lel ehaban. Varrapu hoş hazırça bir şey okuyalım. İnşallah ayetini kalan okuyamız. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil